Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurmat. Kanalımıza hoş geldinglar. Oldingi leksiyalarda shu yurak to'g'riliq biroz mazmunan ham bahslangandik. Yurakning shakli qanday bo'ldi, roller qanday bo'ldi, ham ba'zi yurak kasalliklarini biroz tunishtirib chiqdik. Hamda biz shu yurak kasalliklarini texmi yaxshi tushunishning oldida shu yurakni qanday tekshirdim, shuni bir bilib olaylik. Odatda shu yurakni tekshirish uchun har qaysi doktorxonalardagi doktorlar shu o'zining doktorxonasidagi sharoitiga qarata tuvanki bir qancha usullarni ishlatadi. Birinchisi, kasal alomatini so'rash, oila kasallik tarixini so'rash. Bu eng oson bo'lgan bir xil tekshirish. Yani ağza kilam soraymiz. Seninki nereden ağrıdı? Maşu yürek kısmı ağrıtamdı. Müğrende ağrık var mı? Nefesin kısılamdı. Putlarında işik var mı? Sol kolda ağrık var mı? İnekte ağrık var mı? Uyuş var mı? Maşu egiz döngü çıkınca da asan yerip kalamsa, biraz doğru şiltemse, çoğunlarda maşu yürek kesilip bakanlar var mı? Katarlık ağzaki sorap durup maşu kesel tarihini iliş bu en addi boğan, lekin en mühim boğan yürek tekşiriş usulü. Bu sorulan soraş arkalık yüreğinizge hem beden salametinizi karta bir destek bir düşüncemiz buldu. İkinci usul bolsa tumor tutuş hem kökrek kısmını tibbiy tinchig'ish bilan yurak ritmini tinshlash. Tumor tutishni ham g'arb tibabida ancha ko'p ishlatmaydi. Lekin bizning Uyg'ur tibabida nihoyat ko'p ishlatadi. Yurak ishtik so'qamdi, asti so'qamdi, zaif so'qamdi, kuchli so'qamdi. Mushlar orqali ham yurakingizga, ham bedaningizga bir tinish hosil qildi. Bizning g'arb meditsinasida ba'zida shu tinchig'ish bilan ko'krak qismidagi bir qancha yerlar bor, bir qancha nuqta bor. Şu yana tinshlash orqali shu klapanlar normal ishlatamdi, yurak normal etotamdi, qo'shimcha ba'zan ovozlar bormi, yo'qmi, shularni tinglab boqadi. Bu tinglashlarni shu oxirgi diagnozimizga biroz yordam qiladi. Uchinchisi bo'lsa EKG. Bu EKG nihoyat mashhur bir xil tekshirish. Bu EKG deganimiz shu yurakni tekshirishda eng mashhur bo'lgan. Badanni og'ritmay turib, xeyli yurak kasalligiga to'g'ri diagnoz qo'yilib bo'ladigan bir xil tekshirish. Bu nihoyat mashhur. Buni bakchiqash bilmagan doktor yo'qmikin desak bo'ladi. Bu EKG inglizcha Latincadan kirgan ism. İngilizce Latince'de elektrokardiografi deb qo'ydi. Uyg'urcha urdu tarjima qilsak, ya'ni yurakningki elektr ostidagi rasmi deymiz. Bu asbob tunji qitim 1872-yilda tasodifiy bir ahvolda ijod qilinib chiqilgan. Buning tekshirish usuli mana rasmdan chiqarib qo'ydik. Ko'krak qismiga 6 ta simni bog'laymiz. 2 qo'l, 2 putga 4 ta simni bog'laymiz. Ana yon tarafda bir uskuna bor. Bu uskunda shu yurakningki har qitim atgan chog'dagi badanga taragan shu to'lqinni xotirlab oldi. Agar yurak yaxshi atanmasa, o chog'da to'lqinlarda o'zgarishlar bo'ldi. Bu orqali yurakda jiddiy qon tomir to'silish bormi, yo'qmi? Yurakning muskullarida shu shishib ketish bormi, yo'qmi? Yo'g'onab ketish bormi, yo'qmi? Yurak zaiflashish bormi, yo'qmi? Yurak parda yollig'i bormi, yo'qmi? Maslarni bilgil bo'ldigan ritmlarni ko'rgil bo'ldi. Bu xil tekshirish ham bajetdan nihoyat uyg'un. Ham eng zaximsiz bo'lg'achqa nihoyat ko'p doktorxonalarda bu xil tekshirish asbobi bo'ldi. Bir qitim yurak EKG'sini tekshirish uchun bekkasa yoki 5 lira yoki 10 lira ketadi. Bir narsani qo'shib qo'yadigan yerim, agar burun boshqa doktorxonada buni tatib baqqan bo'lsangiz, qo'lingizda bir parchani saqlab oling yoki telefon rasmini tatib oling, chunki bu keyin boshqa doktorxonaga borgan chog'da doktorlar sizdan so'rab qilishi mumkin. Burungi EKG'ning bormi, yo'qmi, eklanamsa uyoni bormi, yo'qmi debchi. Bo'slam, cho'qim birini uyda saqlab qo'ying. Keyingi leksiyada bu EKG'ni tafsil tunishtirg'im bor. Xudoyim bersa, fursat chiqar. To'rtinchisi bo'lsa ultravozli tekshirish, yana birisi Doppler ultravozli tekshirish. Ultravozli tekshirish orqali shu to'lqin orqali yurak muskullari va yurak klapanlarining harakatini kuzatgili bo'ldi. Doppler bo'lsa yana rangli ultravozli tekshirishda yurak qon tomirlaridagi qonning etish ahvolini, oqqan qonning miqdorini, yurak sig'imchanligini, yurakning qon etish kuchlarini o'lchagili bo'ldi. Bu tekshirish orqali nihoyat ko'p kasalliklarga diagnoz qo'yilib bo'ldi. Lekin bu tekshirish biroz vaqt oldi, masalan 30 minut, 40 minut vaqt olishi mumkin. Shunlashqa ham bu ultravozli tekshirish odatda yurak kasalliklari doktori tekshirdi. Shun normalda buni bahsi biroz qimmat bo'ldi. Turk lirasiga 100 lira yoki 300 lira atrofida bo'ldi. 5-inchisi qon tekshirish. Qon tekshirishda shu qondagi xolesterol, ya'ni qondagi may moddasi, uning sirtma shu yurak muskullari munosabatli bo'lgan JKMB, CKMB, yoki troponin deb ba'zi qimmatlar bor. Ya'ni proBNP deb boshqa bir qimmatlar bor. Mushlarni tekshirish orqali yurakda jiddiy qon tomir to'silish bormi, yo'qmi? Yurak zaiflashish bormi? Qon tomirlari sog'lommi, ashdan bilgil bo'ldi. Bularniki bahsi odatda doktorxona o'xshamaydi. Davlat doktorxona bekchi qilib ketmaydi. Masalan 50 yoki 100 lira atrofida bo'lishi mumkin. 6-inchisi bo'lsa 24-72 soat oralig'ida Holter asbobi taqib tekshirish usuli. Bu Holter degan gap shu inglizcha bir ism bo'lib, bu asbob asosli roli shu sizniki 24 soatdan 72 soatgacha bo'lgan yurak etishingizni xotirlab mangdi. Ya'ni shu sizga doktor uni taqib qo'ydi, uyga ketasiz, uyda normal hayotingizni davom qilasiz, tomoq yeysiz, uxlaysiz, harakat qilasiz, yoki kitobingizni ko'rsiz. 3 kun shu ustingizda qoladi. 3 kungacha shu yurakingizning qanday etayotganligi, tomoq yeganda qanday bo'layotganligi, uxlayotgan chog'da yurak etish qanday bo'layotganligini xotirlab mangdi. 3 kundan keyin
2 kunlik yerdimiz, 1 kunlik keyin onu doktor qarab berdi. 1-2 kunlik keyin, 3 kunlik keyin doktor sizni qayta chaqirib kelib shu asbobni elib sizdan, andan keyin sistemdan ko'rib baqdi zodi bu 3 kunning yoqi yuragingiz qanday aytotdi, tamoq yegancha qanday bo'ldi, uxlagancha qanday bo'ldi, normal aytotamdi yo misol benormal bo'lgan vaqtlar bormi deb shuning qarta sizga bir baho berdi. 7-si harakat yuk siniqi. Bu xil tekshirish cho'nroq doktorxonada bo'ldi. Qanday desangiz, bu xil tekshirishda doktor sizni bedaningiz bir qancha yerga tekshirish asabisini chaplaydi. Chaplagandan keyin sizni yugurish taxtasi bor, ashada yugatadi, harakatlarni qildirdi. Biroz og'ir harakatlarni qildirdi. Bu chog'da sizning yurak ritmingizda bir o'zgarish bormi, yo'qmi? Yurak qon tomirlarida qon etishlarda bir xil o'zgarishlar bormi, yo'qmi? Yurak qoni normal atalamdi. Shularni ko'zladi. Bu odatda bir yarim soat, 1 soat suradi. Ba'zi kishilar bu harakat oralig'ida yurakka qon yetishmaydigan, yurak normal atamaydigan ahvollar ko'rildi. 8-inchisi esa biroz oz ishlatgan, ya'ni rentgen tortish, CT tortish, MR tortish. Bu yurakni tekshirgan chog'da rentgen, CT, MRlarni ancha ko'p ishlatmaydi. Ishlatgili bo'ldi, ammo ancha ko'p ishlatmaydi. Bu faqat ba'zi vaqtlarda rentgen orqali yurakda yo'g'inish bormi, yo'qmi, ashuni bilgili bo'ldi. O'pkaning ikki tarafiga suv yig'ildimi? Agar suv yig'ilsa, balki yurakdan bo'lishi mumkin deb uni ko'rish uchun rentgen tortadi. CT orqali mana shu yurakning kesmi yuzini, yurak pardasi orlig'ida suv bormi, yo'qmi, ashuni biroz ko'rgil bo'ldi. MR bo'lsa yurakdagi qon tomirlarining shaklini biroz ko'rgil bo'ldi. Ammo buni biz klinikda, doktorxonada ancha ishlatib ketmaymiz. Yurak uchun ishlatmaymiz. 9-inchisi bo'lsa, men deydiganki eng orqa tekshirish, ya'ni yurakka nech tiqib tekshirish, inglizcha, turkcha angiografi deb qo'ydi. Bu xil tekshirish biroz muhim, ham biroz xatar bo'lgan bir xil tekshirish. Bu ham tekshirish, ham davolash alohida ega bo'lgan bir xil ish. Bu tekshirish qanday qiladi desangiz, ya'ni mana shu pochoq yeri qismidan, yo misol qo'lingizga qon tomirdan bir nechin tiqib yurakgacha opirdi. Undan keyin shu yerda bir dori berdi. Dori berish orqali mana shu yurakingizdan qon tomirlari normalmi, shakli normalmi, oxirigacha baralamdi. Shu muskullarning oxirigacha shu qon tomirlar ochiqmi, shularningki shaklini ko'rgil bo'ldi. Agar yurak qon tomiri bilan to'sishib qolsa, shu yerda qon tomirlarning davom qilmaganini ko'rgil bo'ldi. Ham shu tekshirishdan birga shu vaqtning o'zida shu yerga bir ko'rik qo'ya oladi. Ashan bir taraf qilib bo'ldi. Ammo bu tekshirish bir xil operatsiya hisob bo'ldi. Har qanday operatsiyaning bir xatiri bor, bilasiz buni. Shuningdek, bu xil tekshirishning bir xatiri bor. Bu xil tekshirish uzun surmaydi. Yarim soat yo 1 soat atrofida surdi. Lekin nihoyat qimmat bir xil tekshirish. Endi biz yuqorida bitgan bu 9 xil tekshirishdan sirт yana hozir meditsinada taraqqi etib bordi. Boshqa tekshirishlar chiqayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha doktorxonalarda shu 9 xil tekshirish orqali sizning yuragingiz bir baho berdi. Bularning hammasidan maqsadi shu jafokash yuragimizni yaxshi bir asrash uchun, yaxshi qo'g'dash uchun, kasallik bo'lsa vaqtida bir davolatish uchun qilingan ishlar. Ham qo'shimda qo'ygan bir kichik bir mazmun bor. U bo'lsa-mu, yaxshi diqqat qilib boqsangiz, men bu 9 xil tekshirishninki rad tartibini eng zahm yetkazmagandan tortib eng zahm yetkazgan qarab tizib chiqdim. Eng zahmsiz bo'lgani shu og'iz orqasidan uchur elish, ham eng zahm yetkazgani mana shu tomirdan chiqib turib tekshirish. Bu zahmsizdan zahmlikka qarab minish bu meditsinadagi bir prinsip. Mayli davolash ilib bo'lsin, yo tekshirish ilib bo'lsin, biz eng boshda eng zahmsiz ishlarni qilamiz. Andan keyin uning bilan diagnoz qo'yamiz, yoki uni davolash ilib boramisak, uni asta-asta zahmlikka qarab boramiz. Masalan, eng zahmsiz bo'lgan ishlar bilan sizda bir to'g'ri diagnoz qo'ya olsak, zahmat ko'zan ishlarni qilmasak bo'ldi. Ammo lekin hozir pul tepish uchun shaxsiy doktorxonalarda bemorlarga majburiy ba'zi ishlarni qildirdi. Ba'zi dorilarni majburiy sotadi. Bu ahamiyat emas. Ba'zi yerlarda shunda. Hammaning qozonni quliq to'tgan. Bu xil illatlar har qaysi kasbda, har qaysi yerda, har qaysi jo'grafiyada bo'ldi ekan. Shunga eng muhimi ishonchga berib tekshirgan eng yaxshi ekan. Nur doktor, bugungi leksiyamiz mushada oxirlashdi. Bugungi bu leksiyamiz bilan mana yurak tekshirish usullariga biroz tushunchaga bo'lgan bo'lsangiz, bizni ayt xushal bo'lamiz. Ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga omonat.